O'sha mashhur merengue rulet retseptini bor sir-asrorlari bilan o'rgataman. Sizga bu retseptni saqlanch qilib olishingizni maslahat bergan bo'lardim, chunki bittada o'xshab chiqadigan va og'zingizda eriydigan bu retseptni albatta sinab ko'ring. Buning uchun bizga 5-6 ta tuxumni sarig'i bilan oqini ajratib olamiz. Ehtiyot bo'ling, oqiga 1 gram ham sarig'i qo'shilmasin. 1 chimdim tuz bilan tuxum oqlarini ko'pirishga qo'yamiz mikserga. 400 gram shakarni esa oz-ozdan orada qo'shib boraveramiz va yarim ta limon suvi bilan 50 gram kraxmalni ham qo'shib yaxshilab ko'pirtiramiz. Bizelarimizni, pergament qog'ozlarimizni ustini yog'lab olamiz va ustidan bir xil qilib bizelarimizni surib, ustidan vilka yordamida bir xil qilib forma berib olamiz va yong'oqmi, bodommi farqi yo'q, ustidan sepib 150 gradusga duxovkaga 40-45 minutga pishishga qo'yamiz. Ungacha esa biz kremlarini tayyorlab olamiz. Issiqligida pishgandan keyin обязательно qog'ozlarni ko'chirib olishni unutmang, bo'lmasa qog'ozlar yopishib qolishi mumkin. Endi esa kremiga navbat. Buning uchun bizga 250 gram damashni qaymoqqa, 250 gram mana shunaqa tvorojniy sir va 250 gram zgushonkani hammasini bir xil maromda kelguncha mikserda yaxshilab ko'pirtirib kremini tayyorlab olamiz va kremimizni bir qismini krem qopchasiga solib xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bu bezash uchun kerak bo'ladi va qolgan kremni esa ruletlarimizni ichki qismiga yaxshilab surib, ichiga bor mevalarimizdan banan, malina, golubika, qulupnay farqi yo'q, hamma istigiga ko'ra bezatsa bo'ladi. Men banandan foydalandim, chunki menga nordon maza kelsa yoqmaydi. Ruletlarimizni yaxshilab o'rab olamiz va ustini yana pergament qog'ozimiz bilan o'rab, xolodilnikimizga 2-3 soatga qo'yib qo'yamiz. Bu kremlarimiz bilan bizelarimiz yaxshilab bir-biriga vpitываться qilib olish uchun yordam beradi. Pergament qog'ozimizni esa o'sha xolodilnikni hidi urib qolmasligi uchun kerak bo'ladi. Endi esa xolodilnikdan olib, yana qolgan joyidan davom ettiramiz, ya'ni ustlarini bezashni boshlaymiz. Buning uchun o'sha kremda yaxshilab hamma joylariga yana bezak berib, ustidan o'sha mevalarimizni terib chiqamiz. Fantaziyangizga ko'ra miyata baychalaridan foydalansangiz bo'ladi. Men mandarin bargchalaridan foydalandim. Ishoning, og'izda eriydigan ushbu rulet retseptini bir marta bo'lsa ham pishirib ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying. Yoqimli ishtaha!